11 buyuk Alloh shunday degan: Ey insonlar, haqiqatan bu dunyo yo'lboshchiga uy, kambag'al uchun boylikdir. Uni aqli sust kishi yig'adi. Uni tushunmas kishi xursand bo'ladi. Uni Allohga tayanmas kishi orzulaydi. Uni ilmsiz kishi orzu qiladi. Kim qisqa muddatli ne'mat va uzilishli hayotni xolasa, u o'zini zo'rlikka soldi va Robbisiga bo'ysunmadi. U oxiratni unutdi va bu dunyo uni aldadi. U ochiq va yashirin gunoh qildi. Haqiqatan gunoh qilganlar o'z amallari uchun oxiratda jazoga uchraydilar. Ey odam bolasi, mening buyruqlarimga amal qiling va shariatim bo'yicha yashang. Yaxshi amallar qiling. Shunda ularning savobi oxiratda sizga yetadi. Chunki menda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson o'ziga tasavvur ham qilolmaydigan ne'matlar bor. Mening xazinalarim ya'ni tugamaydi, ya'ni kamaymaydi. Men eng beruvchi va eng boy buyukman.